Aziz do'stlar, Xurmo kanalini kuzatib, bizni qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun sizga chin dildan minnatdorchilik bildiramiz. E'tiboringiz va faolligingiz bizni yangi va sifatli videolar tayyorlashga ilhomlantiradi. Ushbu son do'stlarimiz Uzum ko'magida tayyorlandi. Uzum oziq-ovqat xarid qilishdan tortib, hisob-kitoblarni to'lash va biznesni rivojlantirishgacha bo'lgan turli xil vazifalarni hal qilish uchun qulay hamda zamonaviy xizmatlardir. Aynan ularning ko'magi tufayli biz siz uchun yanada qiziqarli va foydali videolar yaratishda davom etmoqdamiz. Agar kanalimizdagi kontent sizga yoqsa, kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va uni do'stlaringiz bilan baham ko'ring. Sizning yordamingiz Xurmoning rivojlanishi uchun juda muhim. E'tiboringiz uchun tashakkur. Maroqli tomosha tilaymiz. Ertalab pul, kechqurun stul, kechqurun pul, ertalab stul. Pul bo'lmasa-chi? Kredit olsak-chi? U hozir yaxshi yashashga imkon beradi, ertaga esa ertaga ko'ramiz. Afsus, daromadlar oshmasa, porloq kelajakdan voz kechishga to'g'ri keladi. Qarzga botish oson, undan chiqish esa juda qiyin. Mulkni yaxshi shartlarda qarz olish imkoniyatini, hattoki yaqinlarning ishonchini ham yo'qotish mumkin. Ammo kredit olish doim ham ahmoqona fikr emas. Ba'zan usiz iloji yo'q. Daromadlar oshmasa, yuqori qarz yuki achinarli. Davlat qarzi kam bo'lsa, yaxshi deb o'ylaysizmi? Yo'q, albatta. Kim past foizda mablag' jalb qilishni xohlamaydi? Faqat hammaga ham beraverishmaydi-da. Kuchli iqtisodiyotli mamlakatlar arzon kreditlarini ko'plab oladi va buni muammo deb bilmaydi. Ularning o'sish istiqbollari yaxshi, shuning uchun ularga bajonidil qarz berishadi. Boshqa mamlakatlarda esa iqtisodiy turg'unlik xavfi juda yuqori. Shunday qilib, kimgadir hamma narsa, kimgadir esa shaftoli qoqi. Lekin befoyda kredit olmoqchi bo'lsangiz, hech narsa olmagan ma'qul. Turkiyaga bir haftalik ta'tilga kredit hisobiga borsangiz, u ish joyingizda ko'tarilish bo'lmasa, nima qilasiz? 1 yil davomida ertalabki qo'shimcha qahvadan voz kechib restoranga kam borishga to'g'ri keladi. Ammo dizayn o'rganish yoki yangi kasb egallash uchun notebook sotib olsangiz, bu boshqa masala. Bilasizmi, bu video oddiy PowerPoint taqdimoti. Barcha animatsiyalar va o'tishlarni shu yerda bajaraman. Grafiklar va xaritalar uchun esa Excel ishlataman. Lekin ofis dasturlarining o'ndan bir imkoniyatlarini ham bilmasligimni tushunaman. Masalan, ushbu jadvaldan 6% dan yuqori qiymatli katakchilarni topish kerak deylik. Qo'lda qildirmasdan butun jadvalni belgilab, asosiy menyudan shartli formatlashni tanlab, 6% dan yuqori katakchilarni ajratish mumkin. Mana masala bir necha soniyada yechildi. Shunga o'xshash usullarni siz ushbu rolik homiysi Edison Academy'ning taqdimotlari, jadvallar va matnlar bilan ishlash bo'yicha onlayn kursida o'rganasiz. Kurs 3 hafta davom etadi va Excel, PowerPoint hamda Word bo'yicha 74 ta darsni o'z ichiga oladi. O'ylaymanki, bu kurs har qanday o'quvchi yoki talabaga, shuningdek kundalik vazifalarni tezroq bajarilishni, talabgor mutaxassis bo'lishni va maoshini oshirishni istaganlar uchun o'quv yili boshida ajoyib sovg'a bo'ladi. Tasvifda berilgan havolaga o'ting, kurs dasturini o'rganing va ofis ko'nikmalaringizni rivojlantiring. Aytgancha, kurs oxirida rasmiy diplom ham olasiz. Eng muhimi, 15-sentyabrgacha oddiy iqtisodiyot promokodini ishlatib, kursga 50% chegirma olishingiz mumkin bo'ladi. Kredit kartalari turlicha bo'ladi. Ularni farqlash muhim. Maqsadsiz kreditlar qimmatroq, chunki bank pulni nimaga sarflashingizni bilmaydi va xavf-xatarlardan o'zini himoyalaydi. Masalan, kredit kartidan istalgan vaqtda foydalanish, qarzni bo'lib to'lash mumkin. Bank yana yuqori cashback va imtiyozli davr ham taklif qiladi. Kredit kartalarining salbiy tomoni shundaki, berilib ketib qarz qanday to'planayotganini sezmay qolish mumkin. Shartnomani diqqat bilan o'qimasangiz, yil oxirida karta xizmati uchun to'lov kutilmagan muammo bo'lishi mumkin. Ammo umuman olganda, agar kredit karta bonuslari juda foydali bo'lsa va siz deyarli har doim imtiyozli davrda qarzni to'lasangiz, kredit karta mos moliyaviy vosita bo'lishi mumkin. Agar zudlik bilan aytaylik, kir yuvish mashinasi kerak bo'lsa-yu, pul kam, bank esa og'ir shartlar bilan kredit taklif qilsa, nima qilish kerak? Buning uchun iste'mol kreditlari mavjud. Ularni faqat juda zarur bo'lganda olish kerak. Xariddan keladigan quvonch tez o'tadi.
Yuqori foizli kredit esa qoladi. Ayniqsa do'kondagi bank vakili aynan siz xohlagan smartfon uchun kredit taklif qilganda olishga shoshilmang. Ular sizning impulsiv qaror qabul qilishingiz va hissiyotga berilib xarid qilishingizga umid qilishadi. Asosiysi, xohlagan narsani tezroq sotib olish. Post kreditlardan osonlikcha qutulish mumkindir, lekin ipoteka bilan deyarli har bir kishi duch keladi. Bank bir necha 10 yilga yirik kredit berish uchun sug'urta, ya'ni garovga qo'yilgan mulkni talab qiladi. Kredit to'lovini to'xtatsangiz, bank garovni olib sotadi va o'z zararini qoplaydi. Tarixan ipotekaning eng keng tarqalgan turi xuddi shu kvartirani garovga qo'yib kvartira sotib olishdir. Aslida garaj garovi ostidagi avtokredit ham ipoteka hisoblanadi. Keng tarqalgan muammo ijaraga olish yoki ipoteka olish. Bu yerda umumiy maslahat berish qiyin, chunki har kimning maqsadi va hayot sharoiti turlicha. Biroq sentyabr oyida men bu variantlarning ijobiy va salbiy tomonlarini taqqoslaydigan kurs chiqaraman. Avtokreditlar ipotekaga o'xshaydi, chunki mashina ko'pincha garovga qo'yiladi. Bu esa foiz stavkasini pasaytirish imkonini beradi. Aksariyat rossiyaliklar uchun ochiqni aytganda bu yangi mashina sotib olishning yagona imkoniyatidir. Ammo avtosalondagi sotuvchining kredit taklifiga darhol rozi bo'lmang. Tejashni istasangiz, salondan tashqaridagi boshqa banklarning takliflarini sinchiklab o'rganing. Albatta, mikroqarzlarni ham tilga olmaslik mumkin emas. Bular qisqa muddatga 1 million rublgacha beriladigan kreditlardir. Agar banklar bo'lsa, ular nima uchun kerak deyishingiz mumkin. Hammasi oddiy. Bank 5000 rubl uchun siz bilan ovora bo'lib o'tirmaydi. Mikromoliyaviy tashkilotlar esa bunga tayyor. Ular ko'p hujjat talab qilmaydi va pulni joyida beradi. Buning evaziga juda yuqori foiz stavkasi va kechikish uchun katta jarimalar to'lashga to'g'ri keladi. Shuning uchun mikroqarz olishdan oldin yaxshilab o'ylab ko'ring. Shuningdek, faqat kichik va o'rta biznes uchun imtiyozli stavkalarni taklif qiluvchi davlat dasturlari ham mavjud. Rossiyada kreditlash va biznesni qo'llab-quvvatlash haqida batafsil ma'lumot olishni istasangiz, izohlarda bildiring. Rossiyada kreditlar hajmi so'nggi 5 yil ichida 2022-yilgacha barqaror o'sib bordi. Telegram kanalida o'tkazilgan kichik so'rovnoma ham ipoteka va iste'mol kreditlari boshqa qarz turlari orasida katta ulushda egallashni ko'rsatdi. Xo'sh, Rossiyada kreditlar qancha turadi? Banklar reklama qilayotgan stavkalarni taqqoslashning o'zi yetarli emas. Kredit so'rab murojaat qilganingizda foiz stavkasiga arizani ko'rib chiqish uchun to'lov, hisob ochish uchun komissiya, maoshli mijoz emasligingiz uchun qo'shimcha to'lov va boshqa ko'plab to'lovlar qo'shilayotganini ko'rib hayron qolasiz. Bu to'lovlar yig'indisi kreditning to'liq qiymati deb ataladi. Qonunga ko'ra, u kredit shartnomasining birinchi betining yuqori qismida qora ramka ichida yirik shrift bilan ko'rsatilishi shart. Bu kreditorlarning mijozlarini mayda shriftlar va yulduzchalar bilan aldamasliklarini ta'minlash uchun qilingan. Statistika shuni ko'rsatadiki, 2022-yil 1-iyul holatiga ko'ra avtokreditlarning to'liq qiymati 25,5% dan, maqsadli ipoteka uchun esa 16,4% dan oshmasligi kerak edi. Eng qimmatlari 30 ming rublgacha bo'lgan iste'mol kreditlari bo'lgan, yillik 34,9%. Shuni yodda tutingki, bu qiymat asosiy stavkaga qarab muntazam o'zgarib turadi. Ammo kreditlar nisbati taxminan bir xil qoladi. Eng past foiz ipoteka bo'yicha, eng yuqori foiz esa ta'minlanmagan qisqa muddatli kreditlar bo'yicha bo'ladi. Nihoyat shuni unutmangki, kredit olish qarori sizning maqsadlaringizga bog'liq. To'g'ri, biznes reja tuzdingiz va istiqbolli ishlab chiqarish ochmoqchisiz. Juda yaxshi. Forexda katta miqdorda savdo qilish uchun kredit olishga qaror qildingizmi? Oqibatini o'ylang. Eski kreditni yangi qulayroq shartlar bilan to'laysizmi? Oqilona qaror. Tank o'ynash va internetda o'tirish uchun noutbuk qarzga olasizmi? Katta bo'lish vaqti keldi, birodar. Ipoteka orqali oila uchun birinchi uyni sotib olish zarurat, ammo oylikdan oylikkacha qarzga yashash moliyaviy savodxonligingiz pastligi belgisidir. Xulosa qilib aytganda, kredit yaxshi ham, yomon ham emas. Agar siz qarz pullardan oqilona foydalansangiz, u biroz foydali. Agar aql bilan ish tutmasangiz, u halokatli bo'lishi mumkin. Tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Kanalimizga obuna bo'ling va like bosing. Va albatta, qo'ng'iroqchani bosishni unutmang. Agar sizga yoqqan bo'lsa, do'stlaringizga ham ulashing.